Qani itirab bo'libdimi yo'qmi? Da, o'zi itirab bo'libdi. Yes, men uyg'ondim. Hey yo, hamma salom bolalar. Sizlar bilan men Viktor va meni yangi va qaynoq videomga xush kelibsiz. Nima uchun bunday ertadan kayfiyatim yaxshi deysizlar? Chunki bugun meni tug'ilgan kunim. Nima uchun bugun kechasi men bazm qilmoqchiman. Hamma do'stlarimni aytib, bilaman, sovg'a bermaysizlar. Sovg'a bermagan yarasha kanalga obuna bo'lib qo'ying. Chunki men tezroq 100 ta obunachi bo'lishim kerak. Bolalar, men kechasi bilan uxlaganim yo'q. Chunki ana bu narsalarni buyurtma qilib qo'yibman. Stol va stullarni kelibdimi? Da kelibdi. Buni sindirib qayta joyiga qo'yib qo'yish kerak. Bo'lmasa menga pochta kelmaydi. Stullarni qayerga qo'yishni bilaman. Qishlog'imizda bundan tekis joy yo'q. Agar 2 qator qilsam, menga ortiq qoladi. Shu uchun 3 qatordan qilaman. Bu yerga qo'ysammikan? Yo'q, bu yerga ham yo'q. Bu yerga qo'ysam juda ham kam joy qoladi. Endi bularni o'rnatib chiqishim kerak. Keyin albatta dasturxonni bezaymiz. Mana. Men bir narsaga qiziqyapman. Fakerni tug'ilgan kunga aytgandim. Sirli sovg'am bor deyapti. Shu nima ekan? Juda ham qiziqdim-da nimaga. Bitta stol ortiq qoldi. Ham mayli, yo buni ishlatamiz yoki qaytarib berib yuboramiz. Menga puli kerak uni. Agar bir blok tashab qilmasam, juda ham tiqilinch bo'lib qolmaydimi? Yo, shuni buzib bir blok tashab qurganim yaxshi. Mana, ana endi esa bu yerga 3 ta stul qo'yishim kerak. Bu yerga mana birinchisi shunday oddiy turadi. Mana endi esa bu bilan gaplashganda o'tiradi. Bu esa ana shu gaplashib o'tiradi. Endi bu yerga hammayli tashlamasdan shunday quraveraman. Mazza qilib gaplashib o'tirsin. Mana endi bu yerga ham 3 ta qo'yamiz. Mana. Ana bu yerga esa bitta tiqishtirib qo'yaveramiz. Menga farqi yo'q. Mana bu yerga ham bitta sig'ar ekan. Xato qo'yib qo'ydim. Aytayman, men qo'lim qiyshiq deb. Ana endi esa dasturxonni taxlasak ham bo'ladi. Men xolodilnikdan narsalarni olib kelay. Mana bu stolni esa qaytib yuboramiz. Mana shu yerga qo'yamiz va bo'ldi. Endi xolodilnikdan narsalarni olib kelsam ham bo'ladi. Bular ham o'sib ketdi. Bularni tezroq tozalab olish kerak. Menga gapiradi shu bilan. Shu bir kun jitilar qarab tursa bo'ladi. Yo'q, ularga farqi yo'q. O'zing qil dedi menga. Bularni tezlik bilan ekib tashlaymiz va dasturxonni bezatishga o'taveramiz. Mana. Dasturxonga men juda ham ko'p narsa olganman. Menimcha kamlik qilmaydi. Mana bularni ham ekib tashlaymiz. O'zi kam qoldi. Nima bular tez o'syapti? Men bu yerdan tezroq ketishim kerak. O'sha bular o'sib bo'ldi. Ammo men tegilmayman. Bu Steve'ni agaroti. Men tegilmayman bunga. Hamma narsani olib keldim. Endi esa bularni joylashtirib chiqish kerak. Kecha Faker bilan gaplashgandim. Menga pivo qo'yib qo'y degandim va mana aytganini qilib pivo olib qo'ygandim. Mana bu tortni qayerga qo'ysam ekan? O'zi nima uchun ikkita olganman? Mayli, qo'yib qo'yaramiz. Mana bu pishinani bu yerga qo'yib qo'yamiz. Menda hot doglar ham bor edi. Qani va mana topib oldim. Endi bu yerga qo'yamiz. Keyingisini bu yerga. Mana bu pivoni menimcha olib qo'yaman. Mana bu pirogni ana bu tortni o'rniga qo'yamiz. Mana bitta tort va bitta pirog albatta yetadi. Menda tovuq go'shti ham bor edi. Uni qayerga qo'ysam ekan? Bu yerga emas, bu yerga sig'mayapti. Ana shu yer bo'sh ekan, shu yerga qo'yib qo'yaman. Ikkinchisi esa qayerga qo'ysam ekan? Bu yerlarga sig'mayapti. Ana shu yerga qo'ysam bo'lar ekan. Keyin menda sushi ham bor edi. Sushini qayerga qo'ysam ekan? Shu yer ideal joy. Ikkinchisi esa bu yerga qo'yib qo'yamiz. Menda burgerlar ham bor edi. Qani burgerlar? To'xtanglar, menda pizza ham bor edi. Pizzani qayerga qo'ysam ekan? Menimcha tovuq go'shtini olamiz. Bu yerga qo'yib beradimi yo'qmi? Qani yo'q. Bu yerga qo'yib bo'lmayapti. Menimcha tovuq go'shtini olamiz. Nahotki shuncha katta dasturxonga bitta pizza sig'maydi. Shuni olib qo'yib ko'raylik-chi. Mana stol bu yerga ham sig'mayapti. Qani bir amallab shu yerga sig'dirish kerak. Yo, bu yerga sig'adimi yo'qmi? Qani buni olamiz. Qani sig'adimi yo'qmi? Yo'q, bu yerga ham sig'mayapti. Ana sig'di. Ana endi shu yerga qo'yamiz. Menimcha ana buni olib tashlash kerak. Buni o'rniga boshqa napitka qo'yamiz. Mana bu yerga ikkita qo'yilgan narsalarni bittasini olishimiz kerak. Bo'lmasa qolgan narsalarga joy yetmayapti. Dasturxonga faqat bunaqa narsalar bo'lmaydi. Meva-cheva ham qo'yish kerak. Va mana mevani topib oldim. Endi ana bu pirogni o'rniga mevani qo'yamiz. Mana buni olib tashlaymiz va endi mevani qo'yib qo'ysa bo'ladi.
Menda burgerlar ham bor edi. Burgerlar qani? Yo, mana bu yerga ekan. Tay, bittasini qo'yamiz, bittasini o'rniga boshqa narsa qo'yamiz. Masalan, nima qo'ysak ekan, ana bu pirogni qo'yib qo'yamizmi? Menimcha variant. Pirogni shu yerga qo'yamiz va mana dasturxonimiz bitdi. Endi esa men xolodilnikni olib kelib qo'yishim kerak. O'sha narsalarni xolodilnikka qo'yaman. Tugasa esa almashtirib qo'yaveraman. Lekin uydan bitta o'zim xolodilnikni olib chiqib bilsimga ko'zim yetmayapti. Hammayli, bir amallab olib chiqaman. Tak. O'zi ko'tarib bilsam bo'ldi. Ichida hech narsa yo'qmi? Tak. Og'ir ekan, endi esa buni ehtiyotlik bilan ichish kerak. Voy, eshik ochiqmi-da? Ochiq. Tak. Ana endi esa tezroq qo'ymasam o'zim mening belim sinadi. Tak. Mana. Endi esa ortiqcha narsalarni bu yerga qo'yib qo'yamiz. Tak, o'sha pivoni o'rniga men kola fanta qo'ymoqchiman. Agar Faker ichmoqchi bo'lsa, men o'zim olib beraman. Menimcha Faker ham hazillashni aytgan. Tak, kolani bu yerga qo'yib qo'yamiz. Hozir esa shuni almashtirib kelaman. Deyarli hamma narsani xolodilnikka qo'ydim. Tak, endi buni joyini almashtirib qo'yishim kerak. Tak, endi muz yetolmayapman. Tak. Ana endi esa buni olamiz va kola fantalarini qo'yib qo'yamiz. Ha, yana aytgancha bu yerga fanta yo'q. Ana endi esa rostdan ham dasturxonimiz tayyor. Endi faqatgina mehmonlarni kutsak bo'ldi. Endi ular qachon keladi? Bolalar, deyarli barcha mehmonlar keldi. Faqatgina Faker yetishmayapti. Men Fakerni chaqirgandim, lekin u kelmayapti. Tak, qaraychi, kelyaptimi yo'qmi? Stop, nima? Ana Fakermi? Yo'q, what the fuck? Faker kim bu? Faker kimni olib keldingiz? Mayli, dasturxonga o'tiring, keyinroq gaplashamiz. Nima, sog'ami? Rahmat. Mayli, siz bilan keyinroq gaplashamiz. Steve, qalaysan, yaxshimi, bo'lyaptimi? Faker ana qiz qayerga ketdi? Biz bilan o'tirsa bo'lardi. Uni arendaga olib kelgandim. Stop, Vizer, men zerikib ketdim. Tug'ilgan kun bo'lsa, tug'ilgan kunday bo'lsin. Vizer, hozir yana Faker nima boshlamoqchi? Tak, orqasidan boray, qani nima qilar ekan? Faker, buni nima qilasiz? Yo'q, faqat miylagan narsa emasmi bu? Faker, uxlab qoldingizmi? Nima qilmoqsiz, Bu bilan nima qilsa bo'ladi? Buni atrofiga o'ynasa bo'ladi. Stop, nima kalomkan bu? Biroz sabr qilsangiz bilib olasiz. What the fuck? Nima buni sherik ham bor? Nima mikrofonmi? Nima menga qo'shiq bermoqchimisiz? Biroz qisib tur, o'zi bular og'ir ekan. What the fuck? Nima do'mbirami? Men buni cholishni bilaman. Keyinroq sizlarga cholib beraman. Vizer, bu yerga kel. Faker, nima birga o'ynaymiz? Tak, qolganlar ham kelsin. Tak, Faker, aylanib qotib qolmang bir joyda. Bugun to'y ertalabgacha bo'ladi. Ay, chetroqga o'tay. Faker meni ko'rib qolmasin. Bolalar, sizlar bilan xayrlashgan va ham yetib keldi. Sizlar bilan Vizer bo'ldi. Hammaga xayr bolalar. Kelursiz, suvga tushib ketdim.